matka ko'tarish operatsiyasidan keyin qancha vaqtda intim gimnastika bilan shug'ullanish kerak va intim gimnastika bilan nima uchun shug'ullanish kerak? Operatsiya qildirganman-ku degan jononalar, chunki sizlardagi chувствительность o'lib qoladi. O'shani uyg'otish kerak va choklaringiz tortishib qoladi. Ularni yumshatish kerak. Asosiy operatsiyani 4-pog'ona matka po'sheni ayollarimizni qildirishadi va doim shug'ullanib yurishlari kerak ular baribir. Nimagaki, tos suyaklarini atrofidagi mushaklar massasi doim zich bo'lib mustahkam bo'lmasa, ularda baribirga ham keyinchalik havo kirib chiqishi, chувствительностьlar o'lib qolishi, libidoni tushib ketishi va siydik yozib yuborish bo'lishi mumkin. Endi uy sharoitida men bora olmayman degan ayollarimiz, nima qiladigan ayollarimiz kuniga 100 martadan o'tirib turish mashqini bajaringlar va Instagramimda qo'ygan, YouTube'larimda qo'ygan videolarimni ko'rib, mashqlarni bajarishingiz mumkin. Hayz kelgan vaqtida shug'ullansa bo'ladimi degan ayollarimiz, qizlarimiz albatta mumkin. Chunki biz gantelni ko'tarmaymiz. Yerga yotib dumalab ishlar qilmaymiz. Baland joydan sakramaymiz. Bizning mashqlarimiz bemalol mumkin. Hattoki yugurish mumkin. Spiral qo'ydirganimdan keyin qanchada shug'ullanishim mumkin degan ayollarimiz 10 kun spiral qo'ydirganingizdan keyin 10 kundan keyin shug'ullanishingiz mumkin. Yosh qizchalar esa hayz kelgan vaqtida ham shug'ullanish kerak. Ulardagi hayz vaqtida bo'ladigan og'riqlar yo'qoladi. Chunki pochka yaxshi ishlashni boshlaydi. Qo'q atrofidagi bizga kerak bo'lgan mushaklar massasi baquvvatlashgandan keyin og'riqlar o'z-o'zidan yo'qolib ketadi va siz hayz kelgan vaqtida umuman qiynalmaslikni boshlaysiz. Va ayollarda ham, qizlarda ham tanadagi qon 2 barobar tezlikda yosharishga ishlaydi, jonona bo'lishga ishlaydi.